Hazrati Hadicha onam qarang, shundoq zot, Alloh rozi bo'lgan, Rasulullohning duolarini olgan zot. Oxiri xasta bo'lib yotganlarda Rasulullohni chaqirib, "Ey Allohning rasuli, men sizga aytadigan gaplarim bor. Eshitishingizni xohlayman. Meni vasiyatlarim bor, shuni bajarishingizni xohlayman" deb. "Ayting, ey Hadicha, nima vasiyatingiz bor? Hammasini muhayyo qilaman." "Ey Allohning rasuli, men sizga ayol bo'lib bir yaxshi bir xizmat qila olmadim. Meni kamchiliklarimni kechiring" degan ekanlar. Qarang, o'lim to'shagida yotgan onamiz, "Men yaxshi xizmat qila olmadim, meni kechiring, nuqsonlarimni afv eting ey Allohning rasuli" degan. Ey Hadicha, bir ayol qilishligi mumkin bo'lgan xizmatni 110 ming barobarni oshirib qildi. Sizdagi xizmatni hech kim qila olmasdi deganlar. "Men sizdan roziman" deganlar. Duo qilganlar. Fatima onamni ko'rsatib, "Ey Rasululloh, mana bu qizim Fatima mendan keyin yetim bo'lib qoladi. Buni xo'rlatib qo'ymang" dedilar. Quraysh ayollari bunga baqirmasin, buni xafa qilmasin, nurlik yuzini so'ldirmasin. "Buni sizga vasiyat qilaman" deganlar. "Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin" deganlar. Oxir aytganlarki, "Ey Allohning rasuli, men qabrdan qo'rqyapman" deganlar. Sizga iltimosim, sizga vahiy tushgan paytdagi birinchi vahiy tushgandagi ustingizdagi to'ningizni menga kafallikka qilsangiz deganlar. Rasululloh borib olib kelganlar, mana siz aytgan narsa, Hadicha onam xursand bo'lganlar, vafot topganlar, yuvganlar, tepalarda turganlar, kafallaganlarda o'zlari kafallayotgan paytlarda Hazrati Jabroil alayhisolatu vassalom keldilar. "Ey Allohning rasuli, assalomu alaykum, sizga Alloh taolo salom etdi va aytdiki, Hadichani kafani bizdandir deb aytdi va jannatdan bir kafallik berib yubordi. Hadicha bor moli mulkini bizni rizoyimiz uchun, din rizosi, meni rizoyim uchun sarf qildi. Hadichani kafani bizdan deb aytdi deb meni kafan yubordi" deganlar. Birinchi to'nlariga o'raganlar, ikkinchi jannatdan kelgan kafanga o'raganlar. Shuning uchun Hazrati Hadicha onamning nisbatlari ikki kafan sohibasi degan laqablari bor. Qabrga qo'ydilar va qabrni tepasida Hadicha onamning ustilarida, qabr ichida, laqad ichida shundoq qo'llarini, tizzalarini tirab bir qancha muddat turgan ekanlar. Rasululloh, sahobiylar ko'rib, "Ey Allohning rasuli, bu ishni Hadichadan boshqaga qilmagan edingiz. Nima uchun Hadichani tepasida bu matonat bilan turdingiz?" deganlarida aytdilarki, "Ey birodarlar, qabr egasini tanimaydi" deganlar. "Hadichani qabr siqib qo'ymaslik uchun men shu ishni qildim" deganlar. Birodarlar, Hadicha onamizgaki shu xavotir bo'lyapti. Hozirgi kundagi ayollarimizni sho'riga sho'rva to'kilsa bo'lmaydimi? Qani najot? Qanaqa qilib ular najot topmoqchi azobdan? Qandoq qilib ular jannatga kirmoqchi? Ayollarimiz mana shu so'zlarni eshitish kerak, birodar.